Mana men o'zim 1-2 yildan beri oyog'im shunaqa yoriladigan bo'ldi. Nimadanligini bilmadim. Kojiniylarga bordim. Qimmat kremlarni ham olib surdim. Bir kun, 2 kun foyda bo'ladi-da, foydasi bo'lmaydi. Keyin kimdirlar aytdi, dumbani jizza qilib turib shundoq qo'y dedi, uni ham qildim, bo'lmadi. Sariyog' surdim. Hech qaysidan foyda bo'lmadi. Hatto podolka ham bordim. Podolka shunaqa chiroyli qilib shilfafat qilib tozalab qo'ydi, qonagan joylarini. U ham Livamicollar surdim. 1 kun, 2 kunda, undan keyin ta'sir qilmay, yana yorilaveradi boshqa joylari. Doktorga borsam, aytdiki, bu vaqtinchalik, sizda Klimix dedi, mana shunaqa qilib davolab yurib turasiz dedi. Boshqa foydasini aytmadi. Boshqa kremlar surdim, foyda mana shu 1-2 kun bo'ladi foyda, boshqa bo'lmaydi. Keyin mana shu kremimizdan olib o'zimizda-yu dedim-da surib ko'rdim. Sursam 3 kun ichida shunaqa chiroyli bo'lib qoldi oyog'im. Mana shu yurishga ham qiynardim-da, yorilib, kesilib ketar edi. Shunaqa qiyin bo'ldi menga, bir yolg'on bo'lmasa 3-4 oydan beri Xudoga shukr, mana endi hozir yaxshi bo'lib qoldim. Bunda machavinasi bor, 3 xil yog' qo'shiladi. Hamma foydali narsalari bor. Vosk bor bunda.